Umraga kelib ibodat qilsangiz, eng kamida shuncha ajrga ega bo'lasiz. Masjidul Haramda har bir o'qilgan namozingiz uchun 100 ming rakat namozni savobi beriladi. Masjidul Nabaviyda o'qilgan har bir namozingiz uchun 1000 rakat namozni ajri beriladi. Qubo masjidiga kirib 2 rakat namoz o'qisangiz, umrani savobini qo'lga kiritasiz. Janoza namozlarida ishtirok etsangiz, har bir mayit uchun bitta uhudchalik ajrga ega bo'lasiz. Tavof qilganingizda har bir qadamingiz uchun bitta hasana yoziladi, bitta gunohingiz kechiriladi, bir qul ozod qilganga teng bo'lasiz va bir darajangiz ko'tariladi. Tavofni o'zida 60 ta ajrga ega bo'lasiz. Ka'baga yuzlab namoz o'qisangiz 40 ta ajrga ega bo'lasiz va Ka'baga termulib turishingiz o'zida 20 ta savobni qo'lga kiritasiz. Albatta, bu jarayonda qalbingiz xotirjam bo'lishi kerak, ya'ni ishonchli turfirma bilan kelishingiz kerak. Sizga tavsiya qilaman, Muhtasham Travel'ni tanlang. Birinchi galda litsenziyasi bor, ikkinchi galda Madinada ham, Makkada ham 3 daqiqalik masofadagi mehmonxona sizni kutib turibdi. Muhtasham Travel'da 2 mahal ovqat emas, 3 mahal ovqat beriladi va asosiysi o'zbek milliy taomi. Ikkala shaharda ham ziyoratlar juda ham chiroyli tashkillashtirilgan. 50 boshi Nutqi Ravon siz bilan Toshkentdan yoki Namangandan ketadigan yo'li boshi bo'ladi va eng asosiysi shifokor xizmati ham bor, Madinada ham, Makkada ham. Noyabr oyida juda ham kelishni xohlayotgan bo'lsangiz, ishonchli turfirma qidirayotgan bo'lsangiz, mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki izoh qoldiring yoki SMS yozsangiz, o'zligisi sizga aloqaga chiqishadi.